Biznesmenlar hozir yomon ko'rishi mumkin. Eshitganman, o'sha tovuq fermasida biznes qiladigan odamlar o'zlariga tovuqni yeyishmas ekan. Chunki bilishadi nimalar bo'layotganini. Nimaga tavsiya qilmayman? Chunki tovuqlarga, mana shu kichkina jo'jaga tez muddatda katta bo'lish uchun juda ham ko'p miqdorda gormon qilishadi. Undan tashqari kasal bo'lmasligi uchun antibiotik qilishadi. Undan tashqari ularni ovqatida juda ham ko'p ximikat bo'ladi. To есть bu narsani biz yeymiz. U gormonlar ham, antibiotiklar ham sizib o'tadi tanamizga va xuddi bir siz ham shu gormon yeyotgandek bo'lasiz. Biz semirib ketasiz-da, to'g'rimi? Bitta patsientim bor menda, buxanka nonlarni производствосida ishlaydilar va men bilaman buni ichida nima bo'layotganini. Unga har xil narsalar qo'shishadi-ku. Naturalniy un o'zi qolmagan magazinda menimcha. Eski mana qishloqlarda agar o'zlari bug'doyni yanchiydigan joylarda topmasak, ancha shaharda qolmagan unaqa. Nimaga olib keladi hozirgi unga? Qanaqa kasalliklar? Ichaklarni yallig'lanishga olib keladi. Bitta kasalligi bor, sindrom дырявого кишечника, ya'ni ichaklarni teshik sindromi. Bu holatda ichaklarda mana sizib o'tadi. Nima yemasangiz, u foydali narsa yeysizmi, zararli narsa yeysizmi, hammasi qonga sizib o'tib, sezuvchanlik oshib ketadi va hamma narsaga allergiya boshlanadi. Mazza qilib ovqat yemaysiz-da? Yemaydi va bunaqa bolalar allergichni bo'lib qoladi. Nafaqat ovqatga, balki mushuk, itlarga, otlarga, changlarga va faqat grechkadan boshqa narsani yomay qoladi. Bolangizni bog'chada yeyotgan noni kelajakda mana shu narsaga olib keladi, bemalol ayta olamiz. Shunaqa. Bolani planlashtirishni hali bola paydo bo'lmasdan boshlash kerak. Bola ona qornidan bo'lgandan boshlanadi. Chunki onani mikrobiotasi to'liq bolaga ham o'tishi mumkin. Qanaqa ona undan oldin qanaqa ovqatlangan, ichaklardagi hamma mikrobiota bolasiga ham o'tadi. Stress dedingiz. Stressdan qanaqa o'zi chiqish kerak? Siz qanaqa chiqdingiz stressdan? Вообще больная тема. Ну, qarang, stressga Bu odamga sog'lig'ing qanaqa deb telefon qilishmaydi. Chunki u kam kasal bo'lishni biladi. Bugun biz Shahnoza Azimova bilan suhbatlashamiz. Gastroenterolog, preventiv shifokor. Xudo xolasa sizga davolanish emas, umuman kasal bo'lmasligini xudo xolasa bu podkastda o'rgatadilar. Shahnoza hech narsani qo'yib yubormadimmi? Qanaqa mana bizani tadbirkorlar, investorlar, har xil soha egalari kuzatadi. O'zi nimaga sizni eshitish kerak? Yana o'z storiesda ozgina siz tanimaganlarga. Men Shahnoza Azimova, как вы сказали, gastroenterolog, nutritsiolog, preventiv yo'nalishdagi shifokor, undan tashqari IV terapiya bo'yicha mutaxassis. Menga nimaga murojaat qilishadi? Asosan ozish, oshqozon ichak traktidagi kasalliklar, oshqozon ichaklarini og'rishi, shular bilan va undan tashqari yosharish. Hozir такой dolzarb muammo bu hech kim qarigisi kelmayapti. Undan tashqari energiya ko'proq bo'lish kerak deyshadi. Chunki ayniqsa bizning auditoriya. Energiya kam, noto'g'ri ovqatlanamiz, shunga energiyamiz ketib qoladi. Shu muammo bilan menga murojaat qilishadi. Va albatta preventiv muolajalar, ya'ni kasallikni oldini olish masalasi. Mana shu narsa to'g'risida, to есть bu narsani juda ham kamchilik biladi. Preventiv yo'nalish nima u? Oddiy klassический yo'nalishdan nima farqi bor? Klassik yo'nalishda biz bitta joyimiz og'risa murojaat qilamiz. O'sha og'rigandan keyin murojaat qilamiz. Preventiv yo'nalishda esa inson yilida 2 marta check-up qilib, ya'ni o'sha analizlarni to'liq topshirib, vrach bilan birgalikda muammolarni hal qiladi. Ya'ni u hali kasallikka aylanmasdan uni muammolarini hal qiladi. Bu preventiv yondashuv hisoblanadi. Yoki undan tashqari bir xil bemorlarda genetik qanaqadir kasalliklari bo'lishi mumkin. Masalan, genetik semizlikka moyillik yoki qandli diabetga moyillik yoki onkologik kasalliklarga moyilligi bo'lishi mumkin. O'shani oldini olish uchun nima qilishim kerak deyshadi. Вот shu biz preventiv vrachlar shunga yo'naltiramiz. Hozir endi Shahnoza aytib beryaptilar preventiv vrachlarni imенно mohiyatini, nima qanaqa ishlashini, lekin o'zimni tanamda bu yo'nalishni qanaqa effektivligini men sezdim. Mana podkastdan oldin siz bilan bitta o'rtog'ingiz to'g'risida gaplashdik. Ular ham preventiv doktorlar. Klassik doktorlar bu muammoyimni hal qilib bera olmayotdi. Ya'ni menda kekirish bor edi, vzdutiya, qornim shishib qolaverardi, ozgina ovqat yesam ham, orqamda o'sha toshmalar bo'lardi. Men mana shu narsani oddiy klassik yo'nalishda ishlaydigan doktorlar hech qaysi biri aniq qila olmadi. Bo'tga yuboradi. Men mana shu Madinaga bordim.
hamma o'rtoqlarimga aytib chiqdim, qarindoshlarimga hammaga aytib chiqdim, chunki real o'zimda ishlayapti. Bu podkastga nimaga imенно sizni chaqirdim? Mana shu narsani ochib beringlar odamlar ko'proq bilsin mana shu haqida. U qiyin narsa emas. Vitaminkalar orqali просто hayotingni yaxshilayapsan. Mana mana to'g'risida aytdingiz. Как раз shu savolim ham bor edi. Mani onamlar qandli diabetiklar. Menga конечно bo'lgim kelmayapti. Oldini olish uchun nima qilishim kerak? Qandli diabetni oldini olish uchun birinchi o'rinda ovqatlanishni to'g'irlash kerak. Ya'ni bu o'zimni Instagramda ham ko'p aytaman. O'sha Instagramda ham ko'p aytaman. Birinchi o'rinda yallig'lanishni chaqiradigan mahsulotlarni olib tashlash kerak. Ularga nimalar kiradi? Ya'ni saxar, shakar, transjiri, shunga o'xshash va moddalar musor deyshadi, anaqa pishvoy musor deyshadi. Chipsi, har xil gazirovka shunaqa narsalarni olib tashlash kerak, chunki bular bizga hech qanaqa bizga sog'lik qo'shmaydi. Qandli diabetda nimaga paydo bo'ladi? Birinchi o'rinda bu insulin rezistentlik degan holat kelib chiqadi. Ya'ni bizda tana hujayrlarimiz insulin degan gormonni qabul qilmay qoladi. Keyin ya'ni organizmda o'sha qand bor, lekin hujayralar uni ichkariga kirgizmayapti. Xuddi bir organizm голодный, och. Yana qand yegiz keladi. Mana shunaqa mexanizm orqali odam doim qand yegiz keladi, semiravuradi. O'shaning uchun keyin где-то shunaqa holatni 5 yil, 6 yildan keyin qandli diabetga aylanish mumkin agar davolamasa. O'shaning uchun birinchi o'rinda ovqatlanishni to'g'irlash kerak. Undan tashqari hujayralarga insulinni sezuvchanlikni orttiradigan badlarni ichish kerak. Bunga bir qancha badlar kiradi. Mana shu sal oson tilda aytib ketsak, hujayralarni insulinga rezistentlik mana shu nima degani? Qarang, masalan, hujayra kletkada. Da, kletka. O'sha insulin gormoni qabul qiladi. Insulin gormoni qarang, kletkaga qand kirish kerak, to'g'rimi? Da. Сахар kirish kerak. Saharni через рецепторы, вот как сказать, insulin kiritishga yordam beradi. Ha, посредник bo'lib berar ekan. Да, посредник bo'lib beradi. Taksi. Да, но вот клетка не чувствует этого, как бы рецепторы у него к инсулину не чувствительные. Bo'ldi, tushundim. Hujayra o'sha qabul qilishi noto'g'ri bo'ladi-da, xullas. Да, qabul qila olmaydi, sezmayapti, retseptorlar уже o'lib bo'lgan. Shakar kabutda bor, no, shakar. Da, kletkaga kirmayapti. Tushundingizmi? Super. Da, shakar qonda aylanib yuribdi. No, yana deb me'yoridan ortiq ovoradi. Da, o'shaning uchun qonda qand miqdori ko'p bo'ladi, lekin kletkaga kirmaydi u qon. O'shaning uchun ham qonda shakar analizda o'sha yuqori chiqadi. Вот так вот. Kechqurun misol uchun, прям наркотический manda желание, xohish nimadir shakarli yeyish. Ну, да. Yo, bu stress bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Chunki qarang, kortizol gormoni stress bo'lganda baland bo'ladi. Kortizol bilan birgalikda insulin ham baland bo'ladi har doim. Insulin baland bo'ldi, kortizol oshdimi, значит, insulin ham birgalikda oshadi. O'shanda qand yegiz keladi. Bu ham super. Сразу ekspertning mavzularga kirib ketdi. Ozgina qanaqa qilib вообще preventiv yo'nalishga kirib kelganingiz haqida bilmoqchi edim. Nimaga klassik boshida, misol Tashmida o'qigansiz. Tashmidan keyin вроде бы klassический, keyin primitivga nima turtki bo'lgan? Birinchi men 7 yil Tashmida o'qidim, keyin 2 yil ordinaturada radiologiyada o'qidim. Bu KT, MRT, UZI shunaqa apparatlarda ishlash, keyin farzandlarim ketma-ket tug'ilganligi uchun, keyin грудное вскармливание, o'shaning uchun UZIda o'tirish mumkin emas edi, облучение bo'ladi, endi homiladorlikda mumkin emas. O'shanda men ancha vaqt uyda o'tirib qolganman bolalarim bilan. Keyin izlanishni boshladim. To'g'risini aytsam, meditsinadan ketaman deb o'yladim. Chunki menga radiologiya umuman yoqmasdi. Meditsina sohasini olib borilishi O'zbekistonda yoqmasdi. Sistema umuman, podxod yoqmasdi. Chunki menga umuman bilasizmi, vrachlarning mana bunaqa podxodi, bemor keladi, 20 minutda yoki yarim soatda o'sha tez tashxisini qo'yib, ikkita o'sha dorini yozib qo'yib yuborish kerak. Lekin bilmaysiz uni hayoti qanaqa bo'ladi, ketgandan keyin nima qiladi, ichadimi, yo'qmi, dalish nima bo'ladi bilmaysiz. Shunaqa menga yoqmasdi. Men, то есть, bilasizmi, men o'zim ishimga неудовлетворенность как это будет? Qoniqmasdim. O'zim ishimga qoniqmasdim. O'shaning uchun ham menga meditsina kerak emas deb boshqa yo'nalishga ketmoqchi edim, dizaynerlik yo'nalishida. Keyin esa kimdir ushlab qoldimi sizni yoki nima bo'ldi? Da, menga yo'limda o'sha Moskovskiy institut yo'limga o'sha как раз karantin bo'lgan payti uchrab qoldi va o'qidim. Boshqa qiladigan ish yo'q karantinda. Boshladim. Keyin menga juda ham yoqdi, hayotimni o'zgartirib tashladi. Keyin preventiv mutaxassis bo'ldim 1,5 yilda va ayni shu yo'nalishimdan keyin gastroenterologiyada o'qidim. Chunki men bildimki, hamma kasalliklar mana endokrinologический, гормональный, то есть o'sha gormonalniy kasalliklar yoki nerv
bilan bog'liq kasalliklar, ichakdagi kasalliklar yoki teri bilan yuzdagi semirish, terga narsa toshishi, toshmalar, semirish hammasi ichak bilan bog'liqligini bilgandan keyin men gastroenterologiyani tanladim. Negizi bu, hammasini negizi. Agarda ichaklaringiz shu oshqozon ichak traktidagi tam желчный puzir, jigar, ichaklar hammasi yaxshi ishlasa, qolgan muammolar hal bo'lib ketar ekan. Bundan tashqari defitsitlar bilan ishlasa, qolgan muammolar hal bo'lib ketar ekan. Bizning hozirgi podkastda anonimiz maqsadimiz odam ko'pincha tushunmaydi-da o'zida muammolar borligini, yuraveradi. Mana shu muammolarni kattaroq bo'lishiga biz ko'rsatib berishimiz kerak. Agar hozir hal qilmasang, kattaroq bo'lib ketishi mumkin degan narsani biz ulashishimiz kerak. Bu to'g'risida savolim bo'ladi, sal turibroq signallar haqida. Ular shuna kirib kelgansiz. Preventiv yo'nalishga shuna kirib kelgansiz. Endi mana patsientlar to'g'risida yoningizga kelyapti odam, doktorlar menga yordam bermayapti. Mana preventiv yo'nalishda gastroenterolog ekansan, yordam ber deb kelyapti sizga. Shunaqa holatlar bo'lganmi? Klassik yo'nalish yordam bermagan, sizni metodologiyalaringiz u odamni hayotini o'zgartirib sog'lom qilyaptimi? Shunaqa holatlar. Albatta bo'lgan. Endi men bu bilan klassik meditsinani vrachlarini yomonlamoqchi emasman, lekin men ham shunaqa ishlaganman oldin. Chunki bizga shunaqa o'rgatishgan, boshqachasini o'rgatishmagan. Ya'ni klassik meditsinadagi insonlar qanaqa ishlashadi? Patsient kelgandan keyin simptomlar bilan ishlashadi, to'g'ri? Preventiv yo'nalishdagi sabab bilan ishlashadi. Eng birinchi sabab bilan. Agar o'sha sabab ketgandan keyin hamma simptomlar yo'qoladi. Simptomlar bu nima? Bu naborot yaxshi, to есть organizm bizga sos spasение belgisini da aytyapti. Menga yordam kerak degani bu. Demak, masalan, necha yildan beri shamollamayman, kasal bo'lmayman degan bemorlar bu ham yaxshi emas. Kasal bo'lib turish kerak, shamollab turish kerak. Bu ham immunitetni yaxshiligidan, yaxshi ishlashdan dalolat beradi. Va biz nima qilamiz? Bu klassik meditsinadagi nima qiladi? Masalan, aytaylik, shamollashdi. Burun oqadi, tam temperatura bo'ladi, shunaqa bo'ladi-ku. Klassik meditsina nima qiladi? Temperaturani pasaytiradi. Lekin darrov pasaytirish bu yaxshi narsa emas. Nimaga? Chunki organizm immuniteti bu viruslar bilan, o'sha bakteriyalar bilan kurashyapti. Kurashishga to'xtatmasligimiz kerak biza. Yordam berishimiz kerak. Lekin uni ham o'zini dori beradigan nuqtasi bor, ya'ni kuzatish kerak. Qachonki o'sha shamolladi, ozgina vaqt berish kerak, kuzatish kerak. Srazu uni aniqlash kerak. Ayniqsa bolalarga. Men o'zim 3 ta farzandim bor va ularga temperatura tushiradigan dori bermayman. Umuman bermaganman, shu paytgacha ham hali bermaganman. Ishonmaysiz, yana bitta narsa, shu paytgacha mana katta farzandim 11 yosh, haligacha ham antibiotik bermaganman. Mana o'tgan yil faqat ichdi, u ham meni nima desam, это можно не вставлять, что ли? Короче, он там у бабушки живет. Ular berib qo'yishganda. Aytavering. Hozir u yo'q. Yo'q, aytavering. U kanikulda buvisiga borib, o'shanda antibiotik berib qo'yishgan. U ham men yonida bo'lmaganligi uchun, nazoratim bo'lmagani uchun. Tak o'sha holatda ham antibiotiksiz chiqib ketardim. To'g'ri, masalan, juda ham ekstrenniy holatlarda antibiotiksiz mumkin emas chiqish. Lekin har narsaga antibiotik berishadi bolalarga, bu noto'g'ri. Xuddi shunaqa temperatura tushiradigan dorini ham har narsaga berish mumkin emas, har holatda berish mumkin emas. Ha, bolalar to'g'risida gaplashdik. Kattalarda qanaqa bu? Mana shamolladi. Bu yaxshi belgi, то, что shamollayapti в целом. Сразу uni to'xtatish kerak emas deyapsiz. Keyin nima qilish kerak? Kuzatish kerak. Masalan, qarang. Ikki xil holat bo'ladi. Masalan, bitta bemorda 40 bo'lsa ham o'zini normal his qilyapti, da. Yuribdi, unaqa og'ir emas. Unga hech narsa bermasa bo'ladi. Lekin ikkinchi bemorda 38 deylik temperaturasi, lekin juda ham ahvoli yomon, o'sha qaltirash boshlangan, suvsizlik holatlari boshlangan. Unga berish kerak, chunki o'sha organizmda suvsizlanish holati boshlangan. Unga yordam berish kerak. Ikkita holatda ham ko'proq suv ichishni ko'paytirish kerak-da. Individual yondashuv hammasi. Tushunarli. В целом bugun odamlar ko'p narsani bilishadi. Hozirgi 21-asr, Instagram, YouTube izlanishadi, bilishadi. Lekin shunga qaramasdan amal qilishmaydi. Nimani yeyishni bilmaydi, nimani ichishni bilmaydi, ichmaslikni bilmaydi. Mana shunaqa odamlarni nimaga unaqa sababi nimada? Nima deb o'ylaysiz? Birinchidan, o'sha aytganingizdek, bilmaslik. Nimadan boshlashni bilishmaydi. Ikkinchidan, disiplinaga yetishmaydi. Shu ikkita holatda intizom bilan nimadan boshlashni bilishmaydi.
birinchida ilm yetishmaydi, знание вот это, да. да. Ikkinchida o'sha intizom yetishmaydi. Nimadan boshlashni bilmayotgan inson. Qanaqadir signallar bor, sog'lig'iga o'ziga yoqmayapti, nima qilish kerak keyingi harakatlar? Так, qanaqadir signallar bor-da. Signallar bor deb mayli qiyinlashtirdim men uni. Bizam hamma sog'liq, mana siz gapingiz, o'zingiz gapingiz. Misol uchun men diyetaga qarshiman dedingiz. Lutchi shu to'g'ri taomlanib yuraversin, bu intizomli ravishda bo'lsin. Chunki biz nimani kuzatyapmiz? Bo'lla diyeta qilaman degan inson tam 2 haftaga yetmasdan yaxshi taomlanadi, keyin bo'l qolgan 2-chi hafta ужас. Undan ko'ra davomiy taomlanib ketganda o'zani organizmimiz shunaqa idealki o'zini nima deydi? Davolab ketaveradi. Da. Mana shunaqa inson bizning patsientimiz, в целом yaxshi hamma narsa, nimadan boshlashni bilmayapti, nima qilsin? Birinchi o'rinda o'sha aytgan вредный produktlarni olib tashlash kerak. Sahar, transjiri va pищевой мусор olib tashlash kerak. Ikkinchidan albatta sport qo'shish kerak. Hech bo'lmasa haftasiga 3 marta sport bo'lsa. Uchinchidan bu suyuqlik ichishni normaga qo'yish kerak. Ya'ni qanaqa qilib buni hisoblashimiz mumkin? Har bitta kilogramm vaznga 30 ml dan suv keladi. Masalan 70 kilogramlik bo'lsa, 2,5 litr taxminan suv ichish kerak. Tak, to'rtinchidan nerv sistemasiga tinchlantiruvchi narsalar qilish kerak. Hech bo'lmasa uyquni to'g'irlash kerak. Nimaga? Chunki bizning uyqumiz buzilganda ham stressga uchraymiz va boshqa narsalarimiz ham o'xshamay qoladi. Ya'ni bunga yordam beradigan narsa o'sha telefonni olib tashlab, хотя бы uyqudan 2 soat oldin telefonni olib tashlab uxlash kerak. Bu ham bizga nerv sistemasiga ancha yordam beradi. Suv dedingiz. Ovqatlanish. Men o'zimga ham, ratsionimga ham shuni harakat qilaman qilishga, suvda bor, jismoniy faollik bor, minimalli bo'lsa ham, ovqatda salat bo'lish kerak, to'g'rimi? O'sha ovqatlanish, agar ovqatlanishni ko'radigan bo'lsak, umuman albatta kuniga bitta mana shu posudada salat bo'lish kerak. Uni xohlasangiz bittada yeyishingiz mumkin yoki 3 ga bo'lib, ozgina, lekin u salat degani mayonez, shunaqa narsalar emas. Ichida albatta ko'katlar bo'lish kerak. Оливковое масло, limon bilan nima как бы zapravленный, да, shunaqa salat bo'lish kerak. Suv dedingiz. Och qoringa limonli iliq suv. Hammaga to'g'ri keladimi? Yo'q, hammaga to'g'ri kelmaydi. Kislotaligi ko'p, oshqozonda kislotalik ko'p bo'lgan bemorlarda bu to'g'ri kelmaydi. Undan ham ko'paytirib yazva yoki gastritga olib kelishi mumkin. Undan tashqari yazva, gastriti bor insonlarga ham to'g'ri kelmaydi. Super. Mana kimdir suv ichadi, darrov hojatxonaga yugurib boradi. Bu yaxshimi yoki yomonmi? Ну, faqat suvdan yoki masalan kofe, moloko. Faqat suv. Yo'q, bu yaxshi narsa emas. Ya'ni qanaqadir muammo bor. Ну, помаленькому. Помаленькому. Да. Я думала, папа. Suv ichadi, misol uchun sразу hojatxonaga. Yo'q, bu noto'g'ri. Sразу qanaqa masalan shunchalik ko'p suv ichadiki, o'sha ichgan suv уже yig'ilib, mochva puzirda yig'ilib qolgan bo'lsa, то есть Qo'chqa yomon ishlashidan dalolat yo'q, dalolat bermaydi. Rostdan ham ko'p suv ichsa, ko'p qatnash yomon emas. Tak, soat shu 11 gacha ham harakat qilyapman uxlashga, ovqat to'g'ri yeyishga, jismoniy faollik, suv ichish, yana nima? Tak. Ну, ovqatlanishni ichiga ham kiradigan bo'lsa, dальше, mayli, kiramiz. Ovqat отдельный temamiz bor bizning. Что еще? Ну, meditan, tinchlantiradigan stress-proteksiya, masalan, stress-korreksiya, stress-proteksiya bo'lishi mumkin. Ularga u ham katta tema. Bittasini aytdim, o'sha uyqu to'g'rilansa. Okay. Bolalar to'g'risida gaplashaylik. Mana kasalliklar hozir yosharyapti deyishyapti. Ayniqsa o'smirlarda, kattalarda ham energiya yo'q. Misol uchun men o'zim yoshligimda noto'g'ri ovqatlanganman. Hozir mana asoratlari chiqib kelyapti, то что aytaman, bilmasdim, вздутие живота, siz yashash qanaqaligini bilmasdim. O'sha preventiv vrachga borib shundan oldin. Bu o'g'limda bu xatolarni qilmaslikka harakat qilamiz hozir, то есть shirinlik minimum darajada, почти что yo'q. Ratsionga diqqat bilan qaraymiz. Yaqinda eshitdim, то что sizdan eshitdim yoki boshqadanmi, ichakdagi mikrobiom degan narsa 3 yoshgacha formallashar ekan.
Mikrobiom o'zi nima? Shu to'g'risida birinchi. Mikrobiota bu o'zi ichakdagi hamma mikrobiom, hamma tuzilmalar. Unga nimalar kiradi? Bakteriya, zamburug'lar, там простейшие, hammasi o'sha taxminan 5 kilogramgacha o'sha mikrobiota hammasi kiradi. Oson tilda tushunganda men nima deb tushundim? Misol uchun, sizni ichingizning ichidagi bo'layotgan yashaydigan bakteriyalar, ular yaxshi ham yomon ham bo'lishi mumkin, lekin bo'lish kerak. Bo'lish kerak. Nima qilish kerak? Shakllanishi kerak 3 yoshgacha, albatta. 3 yoshgacha bo'layotgan nazar bolalarimizga yanada ham kattaroq bo'lishi kerak ekan deyish. Конечно, albatta. Bu bilasizmi, qachon boshlanadi? Bola ona qornida bo'lgandan boshlanadi. Chunki onaning mikrobiotasi to'liq bolaga ham o'tishi mumkin. Qanaqa ona undan oldin qanaqa ovqatlangan, ichaklardagi hamma mikrobiota bolasiga ham o'tadi. O'shaning uchun aytishadiki, mana shu bolani planlashtirishni u hali bola paydo bo'lmasdan boshlash kerak. Da. To есть bu mayli u bola tug'ildi, deylik, onasi endi qanaqa hayot kechirdi, Xudo biladi. Bola tug'ildi. Endi bizda nimadir harakat u ona harakat qilish kerak, 3 yoshgacha to'g'rini qilish kerak. Lekin to'siq bo'tdi O'zbekistondagi bog'chalar. Ya'ni o'zim bog'cha qidirayotganda 100 tadan 98 tasi menyusida ujus narsalar, to есть juda ham sog'liqqa zarar bo'lgan narsa. Misol uchun bug'doyli non, kisel deysizmi, kompot deysizmi, shirinliklar deysizmi, hamma narsa bir kunda juda ham katta me'yorda. Shunaqa. Bu oldindan qolib ketgan stereotip, как бы не stereotip, hamma o'zi o'rganib qolgan bunaqa ovqatlanishga bog'chada. Men o'zim ham bitta shunaqa planimda bor edi, bog'chalar bilan birga ishlab, o'sha menyusini o'zgartirish bo'yicha, lekin bunga hali bizning xalqimiz tayyor emas. Mana siz tushunasiz, men tushunaman. Lekin bunaqa tushunadigan odamlar menimcha O'zbekistonda bir 2-3%, balkim 5%dir. Qolgan ota-onalar to'polon qilib tashlashadi va nimaga bolamga ovqat bermayapsan, qani kashasi, qani uni bulchkasi deb janjal qilishadi. Va bu meni loyiham amalga oshmadi, chunki xalqimiz tayyor emas. Talabi yo'q. Talab yo'q, undan tashqari naborot to'polon bo'lib ketishi mumkin. Давайте mana ozgina ratsionga kiraylik-da hozir. Ko'rsatib beraylik, то что bu на самом деле yaxshi narsa emas, juda ham yomon narsa. То есть maksimalniy negativdan gapirsak, o'shanda nazorat tortamiz deb o'ylayman. Mana ertalab каша пшённая на молоке. Бутерброд с сыром, яйца вареные, чай черный, qora choy, qaynatilgan tuxum, buterbrod sir bilan и пшённый kasha sutda. Birinchi o'rinda men kashani umuman olib tashirdim. Buterbrodni nonni almashtirardim, o'sha bug'doy noniga almashtirardim, ya'ni magazindagi un emas, unga bilasizmi? Производствоsi mana bitta patsiyentim bor edi menda. Eng yomon holat edi bering. Ular aytganlarki, men o'zim производствоda ishlayman, mana shu buxanka nonlarni производствосida ishlaydilar va men bilaman buni ichida nima bo'layotganini va unga har xil narsalar qo'shishadi-ku, undan tashqari o'sha xamirga narsalar qo'shishadi. U eng yomon narsa mana shu klikavidna, mana shu glutenlari. Naturalniy un o'zi qolmagan magazinda menimcha. Eski mana qishloqlarda agar o'zlari bug'doyni yanchiydigan joylarda topmasak, shunaqa nonlarni topmasak, u ancha shaharda qolmagan unaqa. Nimaga olib keladi hozirgi unlar? Qanaqa kasalliklar? Ichaklarni yallig'lanishga olib keladi va bitta kasallik bor, sindrom дырявого кишечника, ya'ni ichaklarni teshik sindromi. Bu holatda ichaklarda mana sizib o'tadi. Nima yemasangiz, u foydali narsa yeysizmi, zararli narsa yeysizmi, hammasi qonga sizib o'tib, qonda keyin allergiya holatlari boshlanadi. Ya'ni sezuvchanlik oshib ketadi va hamma narsaga allergiya boshlanadi. Mazza qilib ovqat yemaysiz-da? Yemaydi va bunaqa bolalar allergichniy bo'lib qoladi. Hamma narsaga allergiya bo'ladi. Nafaqat ovqatga, balki mushuk, itlarga, otlarga, changlarga va faqat grechkadan boshqa narsani yomay qoladi. Bor shunaqa bemorlar. Bu juda ham og'ir holat. Bu ayni o'sha sindrom дырявого кишечника. Va bunaqa holatda gluten bu bilasizmi nima? Mana shu un tarkibidagi mana xamir qilinadi, o'sha kleyga o'xshagan narsa, o'sha gluten. Undan tashqari guruchda ham bor, o'sha kley bo'lib qoladi, kasha ham kley bo'ladi. O'sha gluten bo'ladi. U ichaklarda yopishib qolib, varsinkalar bor, bilasizmi? Ichak prosta tekis narsa emas, varsinkalar bor. Varsinkani yana mikrovarsinkalar bor. O'shalarni yopib qo'yib, tekis qilib qo'yib, so'rilishni yomon qiladigan, yallig'lanishni kuchaytiradigan narsa. Ovqatdagi yaxshi moddalar so'rilmaydi. Shundan energiya ham bo'lmaydi, hamma yomon kasalliklar semirish ham shundan hammasi. Ya'ni bolangizni
maktabda bog'chada yeyotgan nonni kelajakda mana shu narsaga olib keladi, bemalol ayta olamiz. Shunaqa. Tем более bog'chalarda faqat buxanka non yeb berishadi. U buxanka non umuman tavsiya qilmayman berishga. Mana shu aytgan ratsioningizdan bitta tuxumni qoldirardim. И то bu ham broilerskiy tovuqni tuxumi hisoblanadi, unaqa fermerskiy. Endi tasavvur qiling, uni qancha ichida antibiotik, gormonlar, narsasi. Manimcha agar o'yladim shunaqa как бы o'zim ham endi biznesga xabarim bor, biznesdan shunaqa bog'cha ochsam, agar to'liq ratsionni men o'zimni qoidalarim bo'yicha qilsam, tasavvur qiling qanaqa narxga aylanadi. O'shunda ham bog'chalar hozir arzon emas, lekin bunaqa bog'chada hammasi под контролем bo'lsa, вообще bilmadim. Qimmat bo'lib ketadi, чересчур. Ну, mashina arzonroq qilsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Bo'ladi. Zaminni qilsa bo'ladi-ku. Hammasini qilsa bo'ladi. Agar bolangiz broilerskiy tovuqqa o'xshab semirib ketishini xohlamasangiz, mana shu gormonlar bilan nima yeyotganini birinchi kuzating, gormonlariga ahamiyat bering degansiz. Shu haqida gapirib bering. Yo'q. Shuni degansiz. Demayman, noto'g'ri tushunganman. Nima aytgansiz? Demayman, bunaqa deganman, qarang. Men har doim broilerskiy nimani hozir biznesmenlar hozir yomon ko'rishi mumkin. Shu tovuq bilan aniq qiladigan. Lekin men eshitganman, o'sha tovuq fermasida biznes qiladigan odamlar o'zlariga tovuqni yeyishmas ekan. Chunki bilishadi nimalar bo'layotganini. Nimaga tavsiya qilmayman? Chunki tovuqlarga, mana shu kichkina jo'jaga tez muddatda katta bo'lish uchun juda ham ko'p miqdorda gormon qilishadi, undan tashqari kasal bo'lmasligi uchun antibiotik qilishadi, undan tashqari ularni ovqatida juda ham ko'p ximikat bo'ladi. To есть bu narsalarni biz yeymiz. U gormonlar ham, antibiotiklar ham sizib o'tadi tanamizga va xuddi bir siz ham shu gormon yeyotgandek bo'lasiz. Semirib ketasiz-da, to'g'rimi? Borligi ham shunaqa. Ayniqsa mana ayol kishilar aytadi-ku, ko'p yemasam, ko'p yesam ham yemasam ham semiryapman. Bu ham o'sha gormonal holat bilan bog'liq. Gormonal holat ham bo'lishi mumkin. O'zi sog'lom odam yeganda semirish kerak, yemaganda ozish kerak. Lekin bunaqa holatlarda yemaganda ham semiradiganlar, suvdan semiraman deydi, suv ichsam ham semiraman deydi. Ikki xil holat bo'ladi, yoki aldaydi, yoki rostdan shunaqa suv ichsa ham semiradigan holatlar. Aldaydigani bir xil bemorlarim ham bunaqa bo'lgan. So'rayman, masalan, nima yeysiz? Voy, men hech nima yemayman, kun bo'yi ovqat yemayman, semirib ketdim, doktor nima qilay deydi. Keyin bilsam, kun bo'yi men bu chaqchuqlar, har xil chipslar yoki umuman hech nima yemayman, lekin kun bo'yi kola ichaman deydi. Kun bo'yi kola ichadi. То есть kolada tasavvur qiling, bitta stakanda nechta stol ложка shakar bor. И bir kunda bitta butilkani ichaman deydi. Bo'ldi, уже 100% garantiya insulin rezistentnosti. Ikkinchi holati gormonal bo'lishi mumkin, ya'ni ularda qalqonsimon bez kasalliklari, gipotireoz ya'ni bo'lishi mumkin. O'sha holatda semirish kuzatiladi. Hech nima yemasa ham semirishadi. Buni qanaqa oldini olish kerak? Endokrinolog bilan birgalikda davolanish kerak. O'zidan o'zi ketmaydi. Ketmaydi. Yo'q. Ovqatlanishi to'g'rilasa ham vес tushishi mumkin, lekin juda ham sekin tushadi. Okey. Hozir men gapingiz bo'yicha tushunyapman, to'g'ri, men hozir yeyotgan narsam to'g'ridan to'g'ri u kelajakdagi avlodimga ta'sir qiladigan narsa bo'lyapti deb aytdi. Bolalar mana nogiron tug'iladi. Asosiy sabablari nima shimi? Nimadan вообще bolalar nogiron bo'lib tug'iladi? No, bunga ko'p narsa bog'liq, faqat ovqatlanish emas, balki o'sha atrof muhit ham, загрязнение, o'sha havo. Qanaqa o'zingiz ham ko'rdingiz, qanaqa bizda havo bo'lganini. Bunaqa havodan bilmadim, nogiron tug'ilmasdan yana qanaqa bola tug'ilish kerak. Juda ham yomon bo'ldi havo. Men o'zim ham bir qancha roliklar qildim bu muammoni ko'tarish uchun, lekin bu rostdan ham dolzarb muammo. Hozirgi yosh avlodga katta ta'sir qiladigan muammo bu. Undan tashqari, yana mikrobiotada bitta narsani aytib o'tmoqchi edim, qarang. Bolalarning mikrobiotasini shakllanishda ona qornidan boshlanadi dedim-ku. Undan tashqari qanaqa yo'l bilan tug'ilganligi ham bog'liq. Ya'ni kesarevami yoki tabiiy yo'l bilan tug'ilganmi? Biz o'qishimizda bo'lganimizda bitta narsa bor edi. Hammamiz hayron qolganmiz. Amerikada shunaqa praktika bor ekan, qarang. Kesarev bilan tug'ilgan bolani, ya'ni qarang, tabiiy tug'ilgan bola o'sha yo'llardan o'tadi, tabiiy yo'ldan o'tadi, to'g'rimi? O'sha o'tganda tabiiy как бы заглатывает микробиоту мамину. И ichaklariga заселяет микробиоту onasidan. O'sha payti juda ham katta shakllanish bo'lar ekan. Ya'ni onada mikrobiota toza bo'lsa, bolada ham hech qanaqa problem bo'lmaydi. Na semirish, na boshqasi bo'ladi. Agarda kesarev bo'lganda u yutmaydi-ku shu narsani. O'sha payti onaga как бы это я не знаю, надо говорить.
aniq piyib qolamiz deysiz. Ну, как это сказать? O'sha tug'iladigan yo'llardan Да. marlida o'sha surtib, Да. bolani og'ziga anaqa qilishar ekan, чтобы как бы он заглотил это все, представляете? А, То есть это натуральное, как Прикол. это вообще. Protein, короче. Ну, Mayli, o'ylab ko'ramiz, qoldiramizmi yoki yo'qmi? Buni eshitib biz ham вообще в шокda bo'lganmiz. Мгм. Как вот, то есть это вот они спасают таким образом детей, да, чтобы не было у них. Окей. Еще знаете, вот yana bitta интересный момент. Qarang, semiz odamlarda mikrobiotasi оказывается, как сказать, ma'lum miqdorda ma'lum qanaqadir mikrobiota bo'lar ekan, ozg'in odamlarning mikrobiotasi boshqacha bo'lar ekan. И hozirgi ученыйlar как бы ilmiy izlanish olib borilyapti. O'sha ozg'in odam mikrobiotasini как dori qilib semiz odamlarga berishni, чтобы ular ozish uchun. Tasavvur qiling, u mikrobiotadagi Ozg'inlanishni semizlarga berish uchun. Da. Mana shu mikrobiota so'zini qanaqa zaminni qilishimiz mumkin? Yo'q, zamonasi. Ko'p bo'lmaydi. Yo'q. O'rganinglar bo'lmasa. Da. Okey. Ozg'inlarnikini semizlarga berib ozg'in qilishi naturalniy unga способga o'xshayapti-da, как будто. Mana shunaqa odamlar bor-ku, masalan, har doim stroyniy такой zo'r, ovqatlanish, как бы, masalan, press bo'ladi, press qilmasa ham такой. Ularni mikrobiotasi boshqacha bo'lar ekan. Prikol keyin ishlar ekanda, san menga semizlarga aytishadi-ku, san menga ozgina yog'ingni ber, semiriy deyishadi-ku. Mana shu prikol ishlar ekanda, to есть kelajakda balki shunaqa bo'lishi mumkin. Mikrobiotasi bir-biriga ulashib biznes bo'lib ketadimi hali bu? Balkim. Oziqlanish to'g'risida, endi ovqatlar to'g'risida payg'ambarimizning o'sha life hacklari bor, maslahat qilganlar, qora sedani. Hozir mana xorijda ko'ryapmiz, butun boshli yangi terminlar chiqib ketgan, misol superfood degani. Qora sedani ham o'sha superfoodga kiradi-ku, to'g'rimi? Yana nima kiradi? O superfood o'zi nima? Superfood bu o'zi shunaqa narsaki, вот nima desam, masalan, urug'li narsalarda, urug' donli mahsulotlar ham kiradi unga. Ya'ni urug' bu nima? Masalan, katta daraxt o'sib chiqishi uchun kichkina как бы bolachasi desa ham bo'ladi. И uni ichida hamma moddalar bor, kerakli moddalarda. Juda ham katta miqdorda vitaminlar, oqsillar. Undan tashqari, mana shu un tarkibida oqsillar, hamma kerakli bo'lgan miqdorda vitaminlar bor. Undan tashqari mana shu pripravalar har xil, keyin mana shu черный tminni o'zi ham, qora tmin bu o'sadigan narsa-ku, to'g'rimi? То есть mana shu rastительный narsalar, undan tashqari kakao, u ham superfood, naturalniy kakao. Вот bular nima qiladi? Organizmga kam miqdorda yesangiz, juda ham ko'p yordam beradigan narsalar. То есть hamma yeyish kerak bo'lgan narsalar. Aynan shu черный tminga keladigan bo'lsak, qora tminga, qora sedanaga, uni xususiyatlari rostdan ham juda ham ko'p. Hattoki organizmdagi viruslarni, og'ir viruslar bilan kurashishga ham yordam beradi, immunitetni ko'taradi, bakteriyalar bilan kurashishga, hattoki parazitlarni ham yo'qotishga yordam beradigan narsa. Men o'zim ham mana shu qora tminni yog'ini ichaman. O'zim aytamanki, juda ham kuchli narsa, mazani qochirib qo'yish mumkin agar unga tayyorlanmasdan ichsa. Doimiy, как бы doimiy ichib yursa, faqat sog'ligingizga sog'lik qo'shadigan mahsulot deb hisoblayman. Men icha olmayman-da shuni, nima deydi, yog'inimi? Yog'ini ham, yog'ini именно icha olmayman. Жжение чувствую. В желудке? Да. Ну, siz uni anaqasini sekin boshlash kerak, kamaytirib, kam miqdordan boshlash kerak. Siz kapsula demoqchimisiz, или прям масло? Kapsulani ham ichdim, maslasini ham ichdim, bitta походу ko'p miqdorda ichaman-da. Ko'p ichgansiz. Kamdan boshlash kerak. Ya'ni ratsionimizga kirgazsa nimalarga foyda? Mana shu meni maqsadim shu motivatsiya berishda, именно odamlarga, то что bu реально kerak narsa. Nimaga foyda? Misol uchun energiya hammaga kerak. Misol uchun miya faoliyati bilan pul topayotganlarga, ayniqsa studentlarga, ayniqsa energiya kerak. Energiya bo'lish uchun superfoodlar kerak, to'g'rimi? Superfoodlar kerak, да. Вот kam miqdorda ko'p польза beradigan narsa. Там буквально чайная ложка yesangiz, уже uni пользасы, как не знаю, даже eng zo'r doridan ham zo'r bo'lishi mumkin. To'g'ri foydalansa. Qora sedanani foydasi juda ham ko'p. Masalan, energiya beradi dedingiz, to'g'ri. Undan tashqari teriga ham tarkibida yog'lar bor, A vitamin bor, terini yaxshilaydi, toshmalardan qutqaradi. Keyin qon tomir sistemasi uchun yaxshi, oshqozon-ichak sistemasi uchun yaxshi. Значит, yuziga o'sha
toshmalar bilan qiynalayotgan yoshlar ham kattalar ham mana shu yerda yechim topsa bo'lar ekan, to'g'rimi? Da unaqa qo'shimcha qilib foydalansa bo'ladi undan tashqari. Черный tminni. Da. Keyin undan tashqari lekin черный tminni ham o'zini xususiyatlari borki, Qora sedan eding. qora sedanani bir xil xususiyatlari borki, allergiya chaqirishi ham mumkin. Bir xil odamlarga to'g'ri kelmaydi u. Agar allergiya kuzatsangiz, uni to'xtatish kerak, ichishi. Keyin sedanani o'zi yog' emas, sedanani o'zi oshqozonga, как бы слизистыйsiga nima qilish mumkin? Как бы reaksiya ko'rsatish mumkin. Жжение bo'ladi. Shunda ham sekin, как бы vrach bilan birgalikda maslahatlashib o'tish kerak. Shu. Menga aytganingizda sekin balki ko'p ichib yuborayotgandir, mana sekin balki ko'tarishim kerakdir. Okay. Qatiq mahsulot, sut mahsulotlaricha o'zi kimgadir foydalimi yoki umuman hammaga zararmi? Yo'q, sut mahsulotlari ham foydasi bor. Chunki nimaga aytayapman? Hozir hammada o'sha laktozaga chidamli past darajada juda ham. Haqiqatan ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa, balki ratsiondan sut mahsulotlarini вообще olib ketib tashlash kerakdir. Agarda rostdan ham o'sha laktozaga chidamliligi, o'sha laktozaga nisbatan чувствительность, chidamliligi yuqori bo'lsa, unda albatta olib tashlash kerak. Chunki u yallig'lanishni kuchaytirib yuboradi oshqozonchakda. Agarda sizga sut mahsulotlari hech qanaqa zararli keltirmasa, bemalol yesa bo'ladi. Harakat qilish kerak, shu naturalniy, tabiiy sut mahsulotlarini yeyishga. Hozir почти deyarli ham ko'pchilikda nimadan u unaqa bo'lib ketyapti, o'sha ekologik yomonlashayotgan. Masalan, fermerstvoni ham qarang, u yoqda ham masalan qancha o'sha dorilar qo'shiladi sut mahsulotlariga. Juda ham ko'p. Okay. Tем более bolalar ham ichishadi. O'sha bolalaringiz oldin masalan ichadi, nimaga biz kasal bo'lmagan. Biz hozir bolalarimiz kasal bo'ladi, shunaqa nimjon. Chunki unchalik darajada dori qo'shishmagan. O'sha fermerstvoda, to'g'rimi? Da. Naturalniy sut ichishgan. Da. Havo unaqa yaxshi bo'lmagan. Da, yomon bo'lmagan unaqa. Xo'p, ratsionda baribir odamda kerakli vitaminlarga boy mahsulotlar yo'q, kamayib ketyapti. Xo'p, o'rniga vitamin ichib ber bo'lmasam. O'sha universal hamma ichish kerak bo'lgan vitamin qo'shimchalar bormi? Yo'q. Multikomplekslarni men tavsiya qilmayman. Chunki ular 100% hammasi so'rilmaydi. Undan tashqari masalan B gruppa vitaminlari bor-ku, bir xil multivitaminlarning tarkibida hamma B gruppa vitaminlari bor, lekin ularni alohida ichish kerak. Har bittasini alohida ichish kerak, bo'lmasa so'rilmaydi. Undan tashqari multivitaminlar tarkibidagi kamdan kam dozировкасы zo'r bo'ladi. Nomiga qo'shib qo'yadi. Undan ko'ra отдельно olib, отдельно ichgan yaxshi. Uni 40 yoshli odam 40 yoshdan keyin nima ichsa bo'ladi o'zini 21 dek his qilish uchun? O'zi mana shu birinchi oldingi savolingiz bilan birga buni qo'shib aytsam bo'ladi. Hamma ichish kerak bo'lgan 4-5 ta badlar bor. Bu yod, chunki bizda yod tanqisligi bor, lekin buni ham vrachlar maslahatlashib kerak. Hammasini vrachlar bilan konsultatsiya qilish kerak. Okay. Противопоказаниялар bor, kim ichish mumkin emas. Birinchisi yod, keyin omega, vitamin D, magniy, vitamin C. Mana shu 5 ta vitaminni men hammaga tavsiya qilaman, lekin как бы maksimal darajadagi odamlarga tavsiya qilaman. Maksimal darajada degan sog'lig'i plus minus yaxshi. O't qarang, masalan, omega nimaga mumkin emas? Agar sizda organizmda yallig'lanish bo'lsa, hozirgi paytda u yallig'lanish kuchaytirib yuboradi. Uni ko'rish kerak. Yoki vitamin D ni hamma ichish kerak, lekin dozировкасini ko'pchilik to'g'ri ichmaydi. Uni ham to'g'rilab ichish kerak. Yoki yod haqida aytdim. Bir xil qalqonsimon bez kasalliklari borki, yod umuman ichish mumkin emas shunaqa paytlarda. Kuchaytirib yuboradi. То есть hammasini vrach bilan birgalikda, lekin ichish kerak. Okay. Ertalab turaman, go'yo uxlamaganimdek. Bizning tadbirkorlarimiz buni kuzatayotgan energiyaga boy bo'lgisi kelyapti. Nima qilish kerak? Endi ularni aniqlash kerak, kam uxlayotgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Stress bo'lishi mumkin. Uyqusiz zo'r yaxshi bo'lish uchun o'zi hammada hozir uyqusizlik juda ham katta problema, chunki hozirgi davr stress davri. Hamma pul topish bilan tezroq hamma narsani ulgurishim kerak. Tam nima desam bo'ladi? Bolalarim, bola chaqam, hammada shu problema.
u mashina oldi, men ham mashina olishim kerak. Mana shunaqa. Uni bunaqa oldim, men yaxshirog'ini olishim kerak. O'zlarida bo'layotgan narsani aytib beryaptilarmi? Yo'q, menda mashina bor. Ya, ну постоянно, misol uchun Hammada gonka shunaqa. Yo'q, menda masalan mashina bu необходимость bo'lgan. Men aytmoqchiman, aytdingiz-ku, men mashinada itak bor, qo'shni yaxshirog'ini oldi, o'shanga baribir intilamiz-ku. Хочешь, не хочешь. Yo'q, men masalan o'zimni oladigan bo'lsam, qo'shniga qarab ish qilmayman. Qilmaydigan odam hech qachon. Masalan tank yoqsa ham menga o'sha tankda yuraverardim bor. Menga yoqsa bo'ldi. Просто men aytmoqchi bo'lganim, stress hammada bor rostdan ham hozirgi paytda, даже ayollarda ham juda ham kuchli stress. Shunaqa davr, даже bolalarda ham stress bor. Telefonda o'tirganda ham bu stress baribir dopamin, keyin serotonin hammasi mana shu gormonal sistemada bo'y bo'ladi mana shu telefonda ko'p o'tirishlar. Counter Strike mana o'ynaydiganlar ertalabdan kechgacha stressga olib keladimi bu ham? Counter Strike'mi? Ну да, конечно, albatta. O'zi energiya qolmaydi, o'sha etiketing nimalar bo'ladi? Hop, mana o'tiribdi. Endi Counter Strike temasini unaqa chuqur o'rganmagan ekanman. Masalan, nima bo'ladi masalan? Ochishadi-da. Да, stress bo'ladi-da. Нервничание, да? Нет, смотрите. Стрелялка. Да. Это же игра, уже. Да, я знаю, да, Counter Strike, я знаю, что это за игра. O'yin. Stressga olib keladi do'sti. Iroq kelmaydi. Unaqa o'yin emas, вот telefonda masalan reelslarni ko'rasiz-ku. Это короткий дофамин hisoblanadi. Counter Strike ham короткий дофамин. Ну да, в принципе, да. Можно сказать, да. To'g'ri. И biz har doim o'sha короткий дофаминga o'rganib qolamiz-ku, yana qidiramiz yana, где бы это взять, и мозг истощается. Masalan, telefonni masalan, xo'p bir hafta это невозможно, да, masalan, хотя бы bir kun umuman olmasdan anaqa qilsangiz, ishlatmasangiz, qanaqa miyangiz o'zgarishini ko'rasiz. Даже uyqungiz yaxshilanadi. Juda ham yaxshilanadi. И mana shu посторонний шум bizda juda ham ko'p-ku. Uyquda ham bir qancha o'zini qoidalari bor. Birinchidan o'sha butunlay qorong'u xonada uxlash kerak. Ya'ni temniy shtora bo'ladi. O'shani temniy shtora qilib pardalarni da yoki jalyuzini shu bilan yopib tashlash kerak. Ko'chadagi fonar ham xalaqit bermaslik kerak. Даже mana zaryadkadagi fonarik yonib turadi-yu, o'shada ham bo'lmasligi kerak. Butunlay qorong'u xona. Ikkinchidan butunlay tinch xona bo'lishi kerak. Ya'ni televizor yoqilgan, uxlab qolgan yoki ko'chadagi masalan restoran yonida turadi, diskoteka, qanaqadir ularni uyquni sifatiga ta'sir qiladi. Biz chunki shundoq ham megapolisda yashaymiz va kun bo'yi mana shu shumda yashaymiz. Biz уже miyamiz charchab qolgan bo'ladi. Dam olish kerak. Da, и uyqu payti bizda перезагрузка bo'ladi. O'sha перезагрузка paytini biz 100% zo'r qilsak, biz xuddi yangi tug'ilgan chaqaloqdek uyg'onamiz, ertalabda свеженький bo'lib. Shu televizor ko'rib uxlab qolgan inson. Yo'q, bu ham juda ham. Televizor o'zi o'chsachi. Yo'q, bu ham yomon. O'sha 1 soat kino ko'radi, uxlab televizor o'chyapti, yomon-a? Yo'q. O'zi 3-qoidasi umuman gadjetlarni 2 soat oldin olib tashlash kerak. Telefon, televizor, planshet, noutbuk hammasini. Agar masalan 11 da uxlasam, bo'ldi, уже 9 da hamma gadjetlar olingan bo'lishi kerak. O'shanda sifatli uyqu bo'ladi. Bo'ladi. Okay, o'ylayman endi yaxshilab uxlaysizlar, bizani kuzatayotganlar. O'zi 11 dan oldin uxlash shartmi? Kulganingizga man kuldim. Bu chunki tanuvda, Aboltus, который, spit в 3-4-5 часов. O'ziga olyapti-da gaplarni, tushunyapsizmi? Unga teqqizib olmadim-da bu gaplarni. Понятно. Nima deysiz? 11 gacha uxlash shartmi? Yo 11 dan keyin ham uxlasa uyqu sifatli bo'laveradimi? Yo'q, 11 gacha uxlash shart. Qarang, bizda uyqu fazalari bor. Eng sifatini qanaqa bilamiz biz uyquni? Eng chuqur uyqu degan fazasi bor. U o'sha qanchalik sifatli bo'lsa, xo'j 10 soat uxlaysizmi, lekin o'sha chuqur fazasi sifatli bo'lmasa, to'ymaysiz uyquga. Lekin bir xilla 7 soat uxlayman, качественно uxlashadi, да, 6 soat uxlashadi, качественно uxlashadi. Zo'r bo'ladi. Значит, у них вот качество вот эта REM фаза, значит, sifatli bo'ladi. Mana nekачественный uxlab yurganlar miyasi ham sekinroq ishlasa kerak. Albatta, конечно, заторможенный bo'lib yuradi-ku kun bo'yi. Tormoz bo'lib yursa kerak. Конечно, u juda ham bog'liq. Mana даже ну ладно, давайте так скажем. Mana biz o'zi organizmimiz taxminan 70% suvdan tashkil topganmiz va miyada ham suyuqliklar bor, likvorlar bor, ya'ni o'sha suyuqlik aylanish kerak degan joylar bor. Ya'ni o'sha chuqur uyquda даже miyadagi suyuqlik yangilanar ekan, tozalanar ekan. Wow. Da,
tasavvur qiling, qanaqa перезагрузка bo'ladi. И siz o'sha chuqur uyquga xalaqit berasiz, hech narsa yangilanmaydi, u suyuqlik yangilanmaydi, и siz uyg'onasiz, xuddi bir uxlamagansiz, naborot charchab uyg'onasiz. O'shaning uchun bu faza uyqu juda ham muhim bizga. Men shuning uchun даже mana shu kalso olganman. Bu aynan shu chuqur uyquni hisoblaydigan kalso, bu просто украшение emas. Da, o'shaning uchun men o'zimda ham chunki muammo bo'lgan, men juda ham qiynalganman, uxlay olmay, o'zimga o'zim maslahat berib yuraman. Keyin stress bo'lgan, juda ham qattiq, uxlay olmayman. Qancha bir yarim yil bu bo'ldi, shunaqa qiynalib ketdim. Bu даже gormonal sistemaga ham ta'sir qiladi. Stress debda, to'g'rimi? Stress deb uyqum buzilib ketdi. Men shu majbur bo'ldim shu kalso bilan birgalikda shuni to'g'rilashga. Ko'rasiz nima yordam beradi sizga. Men Telegram kanallarimga yozganman, masalan, tavsiyalarni qanaqa qilib bir ham uyquni yaxshilash kerak. Ko'p narsa tavsiyalar beraman shunaqa. Chunki o'zimda ham bo'lgan. Bu telefoningizda foizini ko'rsatib beradimi? Hammasini. Tipa 80% ga zo'r uyqu bo'ldi. Da, albatta. Necha foizdan yuqoriroq yaxshi hisoblanadi? Oxirgi payt menda 93 foizlar ham bo'ladi. Necha soat uxlaysiz? Men 11 dan 6 gacha uxlasam 7 soat uxlar ekanman. Mana shu REM uyqu, chuqur faza uyqu 1 soatdan yuqori 1,5 soat taxminan. O'sha REM chuqur uyqu bo'ladi. Okay. O'sha soat 2 da 3 da mana shu uyqu mana shu narsa keladi deb aytishadi-ku, to'g'rimi? Nima deyishadi? Soat 2 da 3 da serotonin qilinadi, вырабатываться qilinadi deyishadimi? Uyquda? Yo'q. 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 В определенное время shu gormon выделяться qilinadi. Melatonin. Bormi shu narsa o'zi? Albatta. Imенно melatonin. 2 da 3. Melatonin bu gormon молодости. Qancha yaxshi ishlasa, u biz shuncha yosh bo'lib yuramiz. Bu degani bizning uyqumuz yaxshi bo'lishi kerak. Qarib ketyapman deyotganda mashina qarash kerak. Melatonin darajasini ko'rsatib beradimi? Yo'q, melatonin darajasini ko'rsatmaydi. Ko'rsatmaydi, okey. Stress dedingiz. Misol uchun stressdan qanaqa o'zi chiqish kerak? O'zingizni tavsiyalaysiz. Siz qanaqa chiqdingiz stressdan? Вообще больная тема. Qarang, stressga juda ham yaxshi yordam beradigan narsa sport. Chunki sportda как раз таки mana shu выплеск dopamina bo'ladi, serotonin yaxshilanadi, endorfinlar yaxshilanadi, gormon счастья. То есть bu gormonlar to'g'rilanadi, yaxshi sifatli, faqat sportga borib telefonda o'tirib kelish emas. Или же просто там на дорожке там 15 minut походил, unaqa sport emas. Rost ekan 1-2 soatlik такой zo'r sport, maza qiladigan sport bo'ladi-yu. Shunaqa sport zo'r yordam beradi undan. Terlasa bo'ldi-da, to'g'rimi sportda? Da, terlash kerak. Terlab o'zi yoqtirsa bo'ldi-da. Terlash kerak, muskulalar ishlash kerak. Keyin ikkinchisi, kстати, miya bilan kishechnik bog'liq holati, qarang, mana bunaqa narsa. Bilasizmi nima deb boshlang? Da, bilasizmi? Ko'plar men bilan многие могут поспорить, nima bo'ladi o'zbek tilida? Ko'pchilik bahslashi mumkinmi? Da, shunday. Yo'q, ko'pchilik bu narsani bilmasligi mumkin. Da, ko'pchilik bu narsani bilmasligi mumkin, lekin bizning miyamiz bilan ichagimiz to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Buni isboti nimada? Qarang. Mana miya ichakka ta'sir qilishini ko'pchilik biladi. Nimaga? Chunki stress qildingiz, ichaklarda spazm bo'ladi, kimdir og'rib qolishi mumkin, oshqozonni og'rib qolishi mumkin, spazm bo'ladi. Bu stress bilan bog'liq og'riqlik. Lekin ichaklarni miyaga bog'liqligini kam odam biladi. Bu qanaqa bog'liq? Ya'ni depressiyaga moyil odamlarni ichakidagi mikrobiotasida buzilishlar bo'ladi. Ya'ni ularda yoki qabziyat yoki diareya bo'ladi. То есть zapor bilasizmi, qabziyat bo'ladi. Zapor, diareya bo'lishi mumkin. Umuman mana shu ichaklarning yomon ishlashi, bu bizning depressiya, тревожность, bu nima bo'ladi o'zbekchada? Тревожное состояние, bu тревожность bo'ladi. Hamma narsadan qo'rquv emas. Tinchlik bo'lmaydi. Tinchlik bo'lmaydi, tinchlik, halovat bo'lmaydi. Bu to'g'rima-to'g'ri o'sha ichakka bog'liq. Ya'ni qarang, ichaklar halovati bo'lmagan odamlar, значит, ichagida ham muammo bo'lishi mumkin ekan, to'g'rimi? Albatta. Birinchi marta menda o'sha depressiya emas, menda stress bo'lganda men sport bilan chiqib ketganman. Ikkinchi martasida menga sportni o'zi yordam bermadi. Demak, bunda o'sha men ichaklarimda mikrobiota bilan ishlashni boshladim va badlarni qo'shdim. Shundagina menga o'sha stressdan chiqib ketishim. Kompleksda sport и badlar, to'g'rimi? Endi u badlar odamga qarab yoziladi-da, to'g'rimi? Hozir umumiy ayta olmaymiz-da, qanaqa badlar. Mana boyagi aytgan 5 ta vitamin ichida magniy dedim-ku. Magniy hamma ichish mumkin, bu tinchlantiradigan. Uyqudan oldin ichsa, uyquni ham zo'r qiladi. Mayli, ko'p ekspertning savollarga javob berdik, o'ylayman foyda topishdi. Endi hali stressga qanaqa chiqqaningiz to'g'risida aytdingiz. Давайте endi yaxshilik to'g'risida so'nggi 1 oyda hayotingizda sodir bo'lgan eng zo'r narsa nima bo'ldi? Oxirgi 1 oyda voy.
eslashim kerak ekan. Misol uchun men podkastlarni boshladim. Ну, menda o'zi hayotimda juda ham ko'p qiziq narsalar bo'ladi. Ba'zida men shu bitta dugonam bor, o'sha ana как бы за сериалом смотрит deyman. Hayotim ulgurmaydi, bor to'xtagin deydi. Masalan, menda ham shu podkastlarni men zapus qilmoqchiman hozir, protsessdaman. Menimcha zo'r podkastlar bo'ladi deb umiddaman. То есть как бы знаменитый odamlarni chaqirib, ular bilan podkast qilish. Ikkinchidan shu bir oy oldin, unga уже bir oydan oshib ketibdi. Dam olishga borganimiz. Okey. Qayerga bordingiz? Расскажите, побольше. Ну, biz Baliga borib keldik. Bolalar bilan birga shu maza qilib dam olib keldik. Qanaqa emotsiyalar bo'ldi? Zo'r, yaxshi. Ancha bitta narsa bo'ldi. Voy, dahshat. Ko'rsangiz anaqa bo'ldi. Baliga kelganmiz, u yoqda bizani anaqa qo'ymasa bo'ladimi chegarasidan o'tkazmayapti. Nimaga deyin? Chunki men kichkina o'g'lim, ularda anaqa bor ekan-ku, как бы pasportingizni mundoq kontroldek qo'yasiz, o'tkazib boradi. Eshik ochiladi. Meni kichkina farzandim singlim bilan birga yugurib o'tib ketgan. Men hali pasportni qo'ymaganman. Bizani o'sha komandirimi kimga chaqirib shunaqa urishgan, bo'ldi, qaytib ketasizlar. Voy. Biz Kuala Lumpurdan uchgan edik. O'sha Kuala Lumpurga qaytarib boraman sizlarni. Bitta o'zingizni deydi. Men bolalarim, yosh singlim qolib ketar ekan. Men qanaqa qilib unga topshiraman? Yoki singlingiz o'zi uchib ketadi deydi. Uni ham onasi menga topshirgan. Qanaqa qilib bitta o'zini qaytarib boraman? Где-то 2 soat vaqtimiz ketdi. Men o'yladim, bo'ldi, уже всё. Qaytamiz deb o'yladim. Qanaqadir волшебство bo'ldi. Я сказал, mayli, kiringlar. Через Kuala-Lumpur Baliga uchdinglarmi, получается? Da, shunaqa. Nima yoqdi Balida? Ну, Balida men ikkinchi marta edim. O'sha menga yoqadigan narsasi nasıl yoqadi o'zi? Sog'liq bilan bog'laganda, misol uchun dam olishlarni havo o'zgartirishi qanaqa anonsi bor? Zo'r. Перезагрузка yo'q. Juda ham zo'r. Pulingiz bo'lsa, maza qilib putchasiz qiling deyman. Okey. Oxirgi savol. Mana hozir ijtimoiy tarmoqlaringizni yurg'izasiz. Hozir mana aktiv pasayib qoldi sizda, kamroq yurg'izasiz. No, o'ylayman bu yaxshi. Bu ijtimoiy tarmoqni yurg'izayotgan inson zo'r narsani qotdi deb o'ylayman. Nimaga? Chunki mana men misol uchun odamlarni yoki oyimlarni qanaqa yoshlikda hayot kechirganligini ko'rgim keladi videoda. Kam juda. Yo'q demasam, ko'pchilikdan hozir holat o'zgaryapti. Sizni evaralaringiz, chevaralaringiz sizni hayotingizni ko'rib tura oladi-da. Mana evaralaringizga qanaqa pasil qilgan bo'lardingiz, qanaqa gap qilgan bo'lardingiz? Men pasil qilardim. Umuman hech narsadan qo'rqmaslik kerak hayotda. O'ziga ishonch bo'lish kerak. Juda ham katta ishonch bo'lish kerak. Ya'ni bu bizani to'xtatadigan narsa ishonmaslik. Men o'zimda bitta zo'r xususiyat bor deb o'ylayman. O'zim ham bu xususiyatni zo'r deb o'ylayman. Men hayolimga nimadir keldimi, o'sha zahoti qilaman. O'ylab o'tirmayman. Qo'rqmayman da, o'shanga meni aytishganki, hayron qolishadi, qanaqa qilib shuncha narsani qilib tashlagansan. Chunki keldimi, hayolimga sразу qilaman. Kichkina narsa bo'lsin, katta narsa bo'lsin, o'shaning uchun aytardim, bu hayotda maza qilib, zavqlanib yashash kerak, chunki bir marta kelamiz. Maksimal darajadagi odamlarga yaxshilik qilish kerak, chunki bu albatta qaytadi. Yaxshilik ham, yomonlik ham qaytadi. Uchinchisi, o'ziga ishonch bo'lish kerak har doim va hech narsadan как бы не сомневаться, да, ничего. Shubhalanish kerak emas. Shubhalanmaslik kerak, da. Что masalan har bir odam missiya bilan keladi, o'zining missiyasi bilan. O'sha missiyani to'liq как бы bajarish uchun da o'sha bizga xalaqit beradigan narsa bu ishonchsizlik. Keladigan sinovlar bo'ladi, qanaqadir stressiy holatlar ham balki bizani shu yaxshilash uchun, o'sha missiyani bajarish uchun bo'ladi. Super. Bo'lmasam tugatdik. Sizga rahmat. So'ngra o'ylayman podkastimiz zo'r bo'ldi. Odatda nima qilamiz biz? Kommentariy qoldirgan insonlar bu podkastdan olgan insaytlarini, ya'ni o'zi uchun bo'lgan foydali narsalarni yozib ketish kerak. 1 2 3 4 qilib, qanaqa qilib hayotiga bugunon shu narsani aytdingiz-ku, tez harakatga o'tish kerak. Qanaqa qilib mana shu insaytlarni olib harakatga qanaqa o'tadi? Mana shu narsani yozib berganlarga biz sizdan sovg'a beramiz. Qanaqa sovg'a bo'lishi mumkin? Nima berishimiz mumkin? Давайте разбор нутрицион anaqa qilamiz. Plan питания разбор qilib beraman.
plan питания Да, без анализов, без БАДов, masalan dori olmaydi, там. то есть yeyotgan ovqatini Да. sizga yozib beradi Да, siz o'shan- nimani yema Ha, nimani o'sha ye bo'yicha deb aytasiz konsultatsiya beraman. bo'ldi хорошо Да. zo'r Да. da bo'lmasam sizdan hozir Yoki erkaklarga ayollarga bitta qilib yuboramiz ham shuni. Давайте bitta qilib давайте yuboramiz. bitta Да. qilamiz mayli А, завтракать men bo'ldi buni yaqinroq kesasanmi sulton завтракdan yaxshiroq ham narsa taklif qilyaptilar shahnoza получается konsultatsiya o'sha biza yeb ichish to'g'risida ko'p gapirdik nima yeyotganingizni ichayotganingizni shahnozaga yozasiz shu to'g'risida sizga konsultatsiya o'tkazib nimani yeyish kerak nimani ichish kerak siz uchun именно shuni подбор qilib beraman. подбор qilib beradi To'g'ri ovqatlanish bo'yicha konsultatsiya o'tkazib beraman. super faol именно izoh yozganlarga Да. все super rahmat kattakon Спасибо вам большое. Ha, Ой, спасибо. anaqa aytish kerak-ku oxirida. Taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Menimcha bu qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Juda qiziq bo'ldi. Davlat tanlashasiz, ketib ketdim. Rahmat.